Heyo, barchangizga assalomu alaykum, Sarban Sadur Far. Bugungi videoni obod turganingizda bugun biz ultimatumdan noob prank qilamiz, ya'ni botga o'xshab o'tiramiz. Bu noob prank nimaligini bilmaydiganlarga tushuntirib o'taman. Bu ultimatumda botga o'xshab o'tiradi, xuddi AFK bo'lib qolganda, o'ynamayotganday. U turini 0 qilgandan keyin biz o'ynab 5 tur qilib comeback qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'p gapirib o'tirmaymizda. Boshlaymiz. Bizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni umuman unutmang. Короче, поддержка qilingda. Mana fikrda Adusha tanlamay. Oy! Raqib lekin Adusha qiyin bo'ladi. Raqib вообще old o'yinchi ekan, demak qiyin bo'ladi. Вообще maksimal o'ynash kerak bo'ladi bu o'yinda. Kutib o'tiramiz kelishini. Adashmasam bu taraf, mana shu taraf, mana. Kelyapti. O'zi ham o'ynash bilmaysan-ku. U ham bizani noob prank qilyaptimi? Lekin seti normal qo'shmani ko'rmayapti-da. Seti 100% cho'tkaligiga ishonaman men. Umuman ko'rmayapti. Iloji bor ekan, yaxshi. Yomon emas. Qimirlasa ko'rib qoladi, biz uchun qimirlamaymiz. Ana biz tarafga qarab kelyapti. Emotsiya qilmaymiz. Head berib ketdi. Unda qiyin bo'ladi yutish. Kulyapti gol emosiyasi bilan. Bilmaydi-da hali o'yin oxirida qanday turlarini. 5 turga comeback qilib ketamiz. Jigarlar, qo'rqmanglar sizlar. Dur jigarlar, men hozir bu yerda uzilish bo'lib qoldi. Videoni to'xtatishga majbur bo'ldim. Mana turini olgan, уже yutqazdik. Endi bu yerga o'yin boshlanadi. Ko'z yosh to'kasan, raqib. Ko'z yosh. Yaxshi. Biz endi qaysi o'yinlarni tanlaymiz? Shuni tanlaymiz. Ketdi maksimal o'ynashga to'g'ri keladi. Вообще mana shuni cho'q etib shuni hechchalarni berib tashlasan. Do'stlar, men bir nechta Telegram kanallarni ochganman. Free Fire account savdo, yangiliklar va Free Fire chat degan kanal ochganman. Barcha kanallarga o'tib, kanalga a'zo bo'lib, like qilib, podдержка qilib tursalaringiz, yanada yangi yaxshi kontentlarni chiqarib turamiz. Davay gazda bosinglar. Shunda emotsiya qilamiz bo'lgandan keyin. Eng asosiysi shu bolalar. O. Hech tegdi-yu, lekin uncha ko'p uron olmadi-da. Kulyaptimi hali ham? Oy, emotsiya qilamiz bu yerda, emotsiya. Ana headshot ko'rdingizlarmi? Headda. Buni head dunyoda yagona-yu. Afsusman, LOL emotsiyasi yo'q-da. Ana shu bo'lgan ham ana shuni ishlasim только. Oy, yana bitta headshot. Bu ham meni noob prank qilib, stiker bildirdi yoki ataylab qo'yayotgan bo'lishi ham mumkin. Stikerni ham. Bu ham bizga hozir prank qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz var yutishimiz kerak. Nima qilib bo'lmasin, yutishimiz kerak. Qanaqa uruja? Jiggle. Really. Endi yutqazib qo'ymasak bo'ldi bu yerga. Tepaga chiqmoqchi hozir. Tavakkal qilib bo'lmaydi. Oy. O'tyapti. Oy, hit bo'lmadi. Jo'nada. Hit bo'lmayapti nimaga? Daray, o'zimnikiga kirib qoldim-ku. Hit tegmayapti. Nimadir tegmayapti hit. Короче-da, hit berib o'tirmaymiz-a. Juda tegmayapti. Jiggle uncha yaxshi emas headshotdan. Otdimki ana. Tak.
Короче, otdan o ana o'ldi, bo'ldi. Hit berish shart emas menga. Orada tashlab qo'ygandim, shu uchun hozir Deagle'da hitim yaxshi emas. Sekin-sekin chiqyapti hit. Headshot. Tak, endi shu bilan yutish kerak-da. Yana ikkita shot qoldi. Tak, ana u tarafdan chiqadi hozir. Kelib o'tib ketmasa bo'ldi bu. Oy, kalasiga keldi. Bu ham hit berishda esdan chiqargan chog'i. Ana. Deydi, ana bir lol emosiyasi bilan hozir kulib o'tirasizda. Bo'ldi jigarlar, hozir 5-raundda 5-shotni olaman. Bu yerda biz mana bu shu kerak bo'ladi. Sen mashinaga shuni olaylik. Bo'ldi, mana shuni. Короче, men как-то shunaqa оружиеlarda yaxshimanda, buni uzoq o'tadigan оружиеlarda. Bittarab o'tadiganlarda uncha emasmanda. Mana sразу fırlatib o'tadi. Ana shularda yaxshi hit beraman. Bu menga uncha problema bo'lmaydi, lekin qolganlari problema bo'ladi. 3 tarafdan. Mana. Yutish kerak jigarlar, yutish kerak. Keladi o'zdan shu yerdan. Mana da уже za noob prankda, короче, shu maqsadni qila oldik mana. 4-0 yutqazib, 5 tur qilib ketdik, короче. Mana video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.